Bir duo bering bor. Amin, sog'lik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, qiladigan ishlaringiz xayrli bo'lsin, baraka bo'lsin, el yurt xalqimiz uchun arzon mashinalarni olib beravering. Yoshlarimizdan, qarilarimizdan doimo akmal deb yozilgan mashinalarni minsin. Alloh. Amin bo'ling. Ayo, haqingizga qolmabdi. Buni urmagan joyingiz ham qolmaganmi deyman. Haqqa qo'shib. Haqsiz qolmaganiga aniq. Hozir mashina bitta mashina 26 ga bu kishi minamaydi 26. Ha, bu gapga qo'shilaman. 10 marta almashtirdim. Men almashtirganim yo'q. Ishto'g'ri mashinasi changi bilan turibdi. Hatto nima ko'rishsin. Yangi darobga bosganman. Bu balon yaxshi, akkumulyator yangi, faqat kuzu charchagan. Kendileri ketani. Galakalar hammasi yangi. Bemalol yoqib, mini yuradigan. O'zingiz nechinchi yilsiz, ota? O'zim 54-yilman. Oh. O'xshamaysiz. Hala desaysiz. Shu, Xudo umr berib turaylik qani. Aman bo'ling. 97 da. Aytasizlar, 26 yildan beri bilaman deganlardan keyin 97 da. Endi bir yaxshirog'ini ham bir minib ko'ray deyapsiz-da, ota. Xuddi shunday. Kechgan kun bo'ldi aylanib, mashinani ko'rib ketdim. Odam ko'p ekan yaqinlashmay, oyoq ikkam bo'lmay yurolmayman. Shu rolda yuraman. 200 metr yursam, o'zim hansirab qolaman. Ota mayli nima bo'lganda ham shu tika ekan 97 kimdir minsa sizday dayo bo'lib yursin, siz yoshlaringiz kirib. Nech bilyapsiz? Endi bu sizga memnun demayman. Menga qancha qimmat bersa, shuncha yaxshi. Xo'p. Bitta qarab chiqaychi ota. Ya mayli. Ota shu 26 yil siz bilan hazillashib chiqibdi-da. Men umrimni o'tkazdim. Ya bu kim o'tqardi? Siz bilan ham ko'p kishi hazillashaganda, og'izdan urib ketishgan, og'izdan o'qib ketishgan. Chunki mana qilan urib bo'lmaydi-da. Baland kelib uriladi. Bemalol minib bo'ladigan mashina. Qarang endi ota mayli, nima bo'lganda ham mayli. Hisobga oling demoqchiman. Bildim. Xizr ko'rmagan odam Eshak bozorga dallol bo'lolmaydi. Eshak bozorga. Asli bu Xizr ko'rgan ekan, o'sha bozorga dallol. Ya otamda. Eskini gapi bilan qiyosda ko'ring-da. Ya endi shunday esdan bor-da shu. Baba, maqol. Bir nimasi bo'lsa Eshak bozorga dallol bo'lib qololmaydi. Siz qattiq mashina dallol. Endi Xudo bergani shu ekanda. Xudo qayerda rizq beradi. Ota nech pul beryapti? Bitta o'zingiz ayting, qani bir kuzib Bilmasam. kuzib taqlash kerak ekan mashina. Jonliroq bersa, bir tap qo'shib bir batcha olaman. Imkoniyat qancha bor yana o'zingizga? Bor pulingiz bo'ladi-ku. Pensiyadan ortgani. Bunday qarab turib aytaman, bitta uyga tanacham bor, Ha. bo'g'oz. Ha. 22 qilib ham olmayapti, 20 olaman deb turibdi. 20 yaxshi. Ikkasi kelib 20 turibdi. Men hozir shu mashinani sotgandan keyin uni sotaman. Bo'l, uni sotasiz. Tak, mayli 20 deb premyer qilaylik. Ba'zan bir boringki bir 3 million 3,5 millionlik tika ekan, tikangiz. Qimmat olmaydi. Ha bir 23-24 million ham deb qo'ysa premyerni. Yaxshi Nexia 2 olsangiz ham bo'lar ekan. Ota tumshug'i uzunda siz tumshug'i yo'q mashinaga o'rganib qolgansiz lekin. 26 yil mingansiz-da tumshug'i yo'q deb. Nexialarni eplab ketasiz-ku baribir. Bilmasa endi. Siz real savdodan olavering. Real savdo baribir real savdo degani o'zi bilasizki, ota, hozirgi savdo. Uni savdosi qachon bo'lgan? Xudo biladi. Turibdimi mashin? Bizlar savdo bo'lmayaptimi? Bo'ldi, kimgadir yoqsa oladi. Real savdo arzon. Motori yaxshi, ha, ota. Motor hayr ko'ring. Motor, hadovoy, korobka yaxshi. Men korobka berman. 4 ta balon ham bor. 4 ta balon ham yangi. Yangimi? Yaqinda qo'ygan. Akkumulyator yangi. Faqat kuzu charchagan ekan. Bir duo qilib berasiz faqat. Mayli. Mana ham siz yoshingizga kirib shunday yurish nasib qilsin. Rozimisiz? 4 million beraman. Bo'ladi. Mayli. Uni ko'p aytsa o'zimdan vijdonimiz qabul qiladi. Ha, bilaman. Mashina rangini ko'rib turib. Xo'p. Rozi bo'ling faqat. 4 millionga oldim mashinani. Rozi bo'ling. Bir duo bering bor. Amin, sog'lik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin, qiladigan ishlaringiz xayrli bo'lsin, baraka bo'lsin, el yurt xalqimiz uchun arzon mashinalarni olib beravering. Yoshlarimizdan, qarilarimizdan doimo akmal deb yozilgan mashinalarni minsin. Alloh. Aman bo'ling. Bugun Xudo xolasa Samarqandga ketamiz. Ishxona, ya'ni ishxonadan 50 yarim kishi ishlaydi, yarim kishi ketadi. Endi qo'ldan kelgancha Samarqandning narxini tushirishga harakat qilamiz. Hech bozorda tikka kirib bormaganman. Bugun chiqsam erta Xudo xolasa Samarqand bozoriga kiramiz deyapmiz. Endi Qashqadaryoliklardan bitta narsani so'rayman. Endi katta ishda u bozorning ichiga kirib savdo qilish. Duoga bo'lib tursin, aqda ham bir narxlarni tushirishga harakat qilamiz. Bir kun bo'lsa ham. Doim bu odam. Shunday. Xo'p, avzorini aytaman akalar. Eshitdinglar? Agar kimgadir tika kerak bo'lsa, avzorini aytaman eshitsin. Akalar 4 million so'mga olindi 97-yil tika. 20 yil bir kishi mingan ekan, otani o'zi mingan. 4 million so'mga olindi. Bugun juma, xayrli kun. Endi 500 ming qo'yib sotishim kerak asliga. Uni pulini ham xayriya qilaman degan edim. Lekin shu tikadan pul qo'ymayman. 4 millionni o'ziga akalar oluvchi bormi? Generalni daviniz chiqadi, motor, hadovoy, korobkasi zo'r, deyaptilar otam. Endi, xo'p, balon ham yaxshi. Kuzovga qaraladi tika.
yoriladi, boshqa narsa bo'ladi. Kirelolari lekin Pikoda arzon eshik kirelolari. Generalniy davrini chiqadi, motor qilingan, karobka hadovoylari zo'r, 4 ta yangi balon qo'yilgan. Benzinga mashina yurganini so'rayapmaymiz endi. Omon bo'ling. Yurganini bilasizmi, qancha yurganini? To'g'ri ham qilasiz. Yurgani bedarak qisqasi.